O'sha internetda mashhur bo'layotgan kofeni men ham tayyorlab ko'rdim. Havlani yaxshilab maydalab to'g'raysiz. Sutga solib, to ezilib ketgunicha yaxshilab qaynatib olasiz. Sut yaxshilab qaynab chiqqunicha qo'zg'ab turasiz. Keyin bokalga 1 choy qoshiqda kofeni solib, uni ustidan qaynoq suv quyasiz. Yaxshilab aralashtirib, qaynab chiqqan sutimizni qo'yib olamiz. Bu kofeni avvalroq tayyorlamaganimga afsuslandim. Judayam mazza va yoqimli bo'lar ekan. Sutimizni quyib olamiz va ta'miga baho beramiz. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.